Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, Eronning mintaqadagi ta'siri haqida bugun gaplashamiz va bu O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqqan holda suhbat bo'ladi. Xayolingizga turli narsalar kelmasligi uchun suhbat boshidan aytib qo'yishim kerak. Eronga bugungi kunda Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan uyushtirilayotgan bosqin, bu bosqindir, mustaqil bir davlatga qilinayotgan bosqindir va biz buni oqlamaymiz va bu haqda suhbatlashmaymiz. Bu haqida keyingi dasturlarimizda agar sizga qiziq bo'lsa albatta yozib qoldiring. Bugun esa Eronning mintaqadagi kuchi haqida o'tamiz. Islom inqilobi haqida va bu Erondagi podsho rejimini ag'darib islomiy bir davlat qurish nima deydi, da'vosi bilan kelgan inqilobchilar mustaqillikning o'sha Eronni endi inqilob qilgan davrda mustaqil bo'ldi deb e'lon qilishadi o'zlarining oldingi rejimlardan va bu haqiqat edi, chunki ko'plab neftlar, umuman Eronning tabiiy zaxiralari Yevropaning mustamlakachi davlatlarining qo'lida qolib ketayotganligi edi. Va Eron dastlabki yillardanoq Sovet ittifoqi bilan yaxshi aloqalarga kirishadi va bizning mintaqamiz Markaziy Osiyo, umuman Turkmaniston yoki ayniqsa O'zbekiston bo'yicha ochiq manbalarda turibdi. Sovet ittifoqiga shiyalik dinini qanday yoyish va shiyalik dini orqali insonlarni qanday boshqarish masalasida hatto xat ham yuborishadi. Keyingi yillarda esa Eron ichkarida rivojlanishdan tashqari o'zining shiyalik yumshoq kuchi bilan, deylik, shiyalik e'tiqodi orqali Suriyada, Iroqda va o'sha Yaqin Sharqdagi ko'plab davlatlarda o'zining ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Livanda ham va albatta Falastinga ko'rsatgan yordamlarini ham aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda yumshoq kuch sifatida faqat bir qanaqadir qora narsani tushunib qolishimiz kerak emas. Va natijada nima bo'ldi? Sovet ittifoqi kabi tarqab ketishdan qat'iy nazar uning bir qanaqadir g'oyaviy da'vosi desak ham bo'ladi. Bu yerdagi diktatorlarni ham qo'llab-quvvatladi. Siz Bashar Asad haqida ko'plab ma'lumotlarga egasiz, buni takrorlamayman. Albatta Livandagi va hammaga ma'lum bo'lgan Hizbulloh guruhlarini aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda ular Isroil bilan jang qilyapti va albatta eng mashhurlaridan Yaman xursiylarini ham aytib o'tishimiz mumkin. Ma'lumotlarni biz qisqartirishga harakat qilganmiz. Siz bu ma'lumotlar asosida internetdan bemalol chuqurlashtirilgan ma'lumotlarni izlab topishingiz mumkin. Va bu kuchlar harbiy kuchlar edi va albatta e'tiqodiy kuchlar bo'lib, Eron o'zining imomlarini bu yerlarga yuborgan va albatta harbiy razvedka ishlaridan tashqari ma'naviy jihatdan ham ularni qo'llab-quvvatlagan va ko'plab sunniy arablarni shiyalikka da'vat qilgan va bu natijaga erishadi. Natijada Yamanda fuqarolar urushi va davlatni egallashga bo'lgan harakat bo'ladi. Iroqqa ham Amerika Qo'shma Shtatlari bosqinidan keyin hokimiyatni aksariyat kuchini shiyalar tortib olishadi. Suriyada esa Turkiyaning g'alaba qozondi deyotgan sabablaridan biri ham bu hokimiyatga sunniylarning kelishi bo'ldi va menimcha xaritadagi qisqacha tushuntirgan bo'ldik. Endi umumiy mavzudan biz O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonga qaytib kelar ekanmiz. O'zbekistondagi muammolar nimadan iborat bo'ldi Eron bilan? Aslida buni muammo deyish ham qiyin. Sizga bir ikkita mantiqiy faktlarni tushuntirishga harakat qilaman. Hali yodingizga bo'lsa, Eron islomiy inqilobidan keyinoq Sovet ittifoqi bilan yozishmalari mavjud, xat deyilganda bu ochiq manbalarda bor. Bu xatda shiyalik dinini yumshoqlik bilan qanday qilib mintaqaga kiritish va insonlarga buni joriy qilib, ma'naviy kuch sifatida boshqaruvni taklif qilgan, yumshoqroq qilib. Keyin Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin nima bo'ldi deydigan bo'lsak, bilasiz, bu yerda mintaqada shiyalikning eng ta'sirchan joyi bu Samarqand edi. Chunki bu yerda Eroniylar, ya'ni Erondan kelgan turkiylar, Ozarbayjonlar mavjud. Ular shiyalikka e'tiqod qilishadi. Xo'p, mustaqillik davrlari ancha tinch ketdi. Biz hali yosh davlat edik. Kontrrazvedkamizda ishlar ancha jadal olib borilgani bilan siyosiy iroda topmagan edik. Lekin 2013-yilga kelib Yaqin Sharqda gullab yashnayotgan Eron propagandasi bizni ham chetlab o'tmadi. 2013-yilga kelib
O'zbekiston Respublikasi razvedkasi qat'iy qarorga keldi nazarimda, chunki bu yerda Eron elchixonasi tomonidan ko'plab darsliklar, da'vatlar chop etilgan va bu propaganda mahsulotlari Samarqanddagi o'sha shiyalarning ma'naviy markazlari mas'ullari tomonidan nima deydi, tarqatila boshlangan. Va 2013-yilda bu yerda G'ulomov degan shaxs qo'lga olinadi va u Jizzax viloyatida, Sirdaryoda, Samarqandda va boshqa bir nechta viloyatlarda shiyalikni tarqatish, missionerlik bilan shug'ullanganligi ancha yildan beri kuzatib kelingan, materiallar yig'ilgan bo'lgan. Bu narsani bo'yniga oladi va katta dalillar bilan bu inson qo'lga olinadi. Va bu yerda Toshkentdagi elchixona qoshidagi Eronning madaniy markaziga ham albatta cheklovlar qo'yiladi, qattiq kuzatuvga olinadi va bu narsa davom etadi. 2020-23 yillar atrofida esa yana qattiq tekshiruvlar boshlanadi. Aynan bu narsa Yaqin Sharqdagi kuchayib borayotgan voqealar rivojida biz ham aslida chetda qolib ketmaganmiz. Bizda ham bu voqealar real ravishda amalga oshirilayotgan bo'lgan. Albatta qurolli qanaqadir mojaroga aylanishiga yo'l qo'yilmagan bo'lgan. Va o'sha 20-23-yildagi voqealarning ta'siri, ya'ni biz dunyodan uzilib qolmaganmiz, bizda hamma yoq tinch deyishgani bilan parda ortida razvedkaning janglari davom etayotganligini sizga tushuntirib o'tmoqchiman. 20 va 23-yillarda ochiq manbalardan keltiryapman, tekshirib ko'rishingiz mumkin. 20 va 23-yillarda esa yana o'sha diniy masalalar Eron elchixonasi va uning madaniy markazi tomonidan olib borilganligi haqidagi manbalarga duch kelishingiz mumkin. Bu yerda Samarqanddagi shiyalarning deylik, bilasiz, marosimlari bor. O'zlarini o'sha marosimlarida ko'chalarda jazavaga tushib, nima deydi, o'zlarini qamchilay boshlashadi yoki boshqa marosimlar. Bu marosimlar nomini men aytgim kelmayapti, barchasidan xabarim bor. Va xullas mana shu marosimlarni, shiyalikni kengaytirishni internetda, Telegram kanallarda va albatta ko'plab boshqa bir maqsadlarda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi aniqlanadi. Buni hatto xorijiy inson huquqlari jamiyatlari va xorijiy matbuotlar ham yozib chiqishadi. Va buni pasaytirish uchun o'nlab odamlar, bu safar o'nlab odamlar missionerlikda, materiallarni tarqatishda va albatta Samarqandda hattoki jamoat tuzishda ayblanib qo'lga olinadi. Buning barchasi orqasida albatta Eron turganligining hech qanaqa shubhasi qolmagan. Ya'ni bu yerda biz hozir videoni yakunlar ekanmiz, tushuntirmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iboratki, Yaqin Sharqda bo'layotgan davlatlarning parchalanishi va yoki tashqi kuchlar natijasida singan davlatlarning ichida qanaqadir shiyalik harakatlari rivojlangan bo'lsa yoki o'sha Arab yarim orolidagi olib borilayotgan Xursiylar va Saudlar o'rtasidagi janglar yoki bu yerdagi Livanda yoki Hizbollohga o'xshagan guruhlarning shakllanishining boshlanishi ham xuddi O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoda bo'lgan voqealar kabi sekin-astalik bilan bo'lgan va biz bu darajaga kelib qolmasligimiz uchun kontrrazvedka ancha yaxshi ishlaganligini sizga aytib o'tish bo'ldi. Va unutmangki, Eron azaldan mintaqada o'zini hukmron deb sanab kelgan va bizning o'sha Shayboniyxon otalarimiz tomonidan shiyalikka qarshi qattiq janglar qilinib hanafiylikni asrab qolmaganda, bugun balki biz ham shiya bo'lardik yoki shunga o'xshagan mazmundagi materiallarga internetda duch kelishingiz tabiiy. Xo'p, O'zbekistonning manfaati va o'zimizning manfaatimizdan kelib chiqib qisqa qilib aytganda nima deyishimiz mumkin? Ha, Eron islomiy davlat, ha, Eron bizning birodarlarimiz va ular ham aslida bir birodar sifatida yoki Turkiy ichida kelib o'zligi yoki Forsiy o'zligi jihatda emas, o'z davlatchiligi manfaati sifatida o'zining ta'sir doirasida kuchini kengaytirishga harakat qiladi. Va biz ham qanchalik mehr muhabbat bilan ularni birodar demaylik, o'z davlatchiligimiz va o'zimizning tarixiy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda qarashimiz kerak. Sog' salomat bo'lasizlar. Menimcha barchasini tushuntirib oldim degan umiddaman.